kishi 40 ga yetgan bo'lsa, bu kishi oxirat bozoriga o'tib bo'lgan bo'ladi. 40 yoshga to'ldingizmi? Aqlingiz to'ldi, jismingiz to'ldi, ruhiyatingiz to'ldi. Siz komil inson bo'ldingiz. 40 ga kirgach o'zi shunaqa gap bor ekanda. Haligi pel aplorlar bo'ladi-yu, inji, qaysar, baxil, sergap, shunaqa yomon pellar. 40 ga kirguncha shu odamni tuzalishi umid qilinadi. 40 dan keyin ham shunday bo'lsa, bu endi o'zini guli deyiladi. Chunki bu yosh birodarlar taqvo yoshi deyiladi, salohiyat yoshi deyiladi. Bunaqa yoshga kirgandan keyin bu inson Qur'onga berilish kerak, Qur'onga suyanish kerak, amal qilish kerak, Qur'on tilovati bilan ovora bo'lish kerak, zikr bilan ovora bo'lish kerak tili. Mana zormandani nima qilish kerak, qo'yish kerak.